Joji, beni rastla öldürüyorsunuz. Kasem dişim, merhamet. Kağanım, bayağı Gülçeriye'nin deyişçe... Charchab ketdim. Kağanım, 3. enileri kaçıqon, düşmanni qoğlap ketip atqanda qaza qıptı. Neme dedim? Kaçıqon, ölüp ketipti. Ben 4 inimni başlap çıqqan. Endi 3'ünü başlap ketadigan bo'ldim. Qağanı, bular iş bo'pti. Yana qiladigan ishlari nurg'un. İşçileriga edip o'zlarini azoblamisizlar. Qo'lan, bayan nima dedim? Boy belgütey tutup kelingan quchar bilan Altın qag'animiz bilan ko'rishmoqchikan deydi. Ko'rishamdilar. Ko'rishmayman. Ular bir qo'shiq qinimizdan kashgan bo'lsa, qag'animizni xizmatida bo'ladiq demoqchikan. Qag'ani. Ularning bir qo'shiq qinidan kashgaylar. Ularning gunohi shuncha cho'ng turib, yana yashashdan tamoyi bormi ekan? Ular 6 oy tig'ida jin arvoqqa aylansin. To'xtanglar! Joji, beni rastla öldürüyorsunuz. Nima? Yani yashashdan tamoyil bormidi? Ben sizni cho'g'dadingiz-ku. Meni cho'g'dadan? Akifga Chag'atay ikkimizning orasiga sovuqchi sag'anda men cho'g'da desi deb o'ylaganmi? Kichik opamni itib o'ldirib etkanda men cho'g'da deb o'ylaganmi? Xon otamning dushmanlari bilan birlashib bizga to'xtamay hujum qilib, naslimizdan qurtib etkanda tas qilganda men cho'g'da desi deb o'ylaganmi? Bugun osh qolli qarzni kening bilan qaytarsa. To'xtanglar! Sanguna yaga, xonatam oti bobomizning yuzida qilib, Quchar cho'ng dadam bilan Oltin bobomning tinini butun qoldirib, Jamoqonni jazolagandek jazolaydi deydi. Sanguna yaga, ularni uzitib qo'ying. Ijro qilinsin. Dağaratay ketdimi? Yenge. Yenge. Mo'ng'ulchani tushunmamdilar. To'mirchin 40 necha yoshga kirdi. Men uning ishiga aralashmayman. U qaytib kelgandan keyin uningga o'zdir deysizlar. Lekin uningni qo'rqitganman. Nimadan qo'rqatdilar? Gaplarni uning o'ziga deysizlar. Qadag'an uni o'zitib qo'ying. Sizlar hozircha chiqib tursizlar, ha? Maqsad. Xonim, uning ichim og'riyotdi. Yuzsiz.
u ikki qaytim bizni tashlab ketdi. Amdilikda o'g'lim qad ko'targanda qaysi yuz bilan bizni izlab keldikini. Uning rost yuzsizligiga yeri bor. Lekin Temirchin o'li qolganimizning mush birli tag'isi bor. Qadag'an, uni Yasuy xotinning qishig'i boshlab bering. Meni deding. Dag'aratay uchun qog'onga yelinib kechirim so'rab boqsin. Men boray emsa. Xonim Mansilni Yasuy xotinning huzuriga boshlab berishni havola qildi. Yasuy xotinning huzuriga? U sizlar uchun biror amal qila olishi mumkin.